Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun so'nggi mavzu bo'yicha suhbatlashamiz, ya'ni takrorlash darsi. O'tilgan darslarni bir qayta eslatib o'tamiz va sizlarga mana shu mazkur darsliklar bo'yicha beriladigan test namunalarini taqdim etamiz. Avvalambor biz O'zbekiston tarixining birinchi qismini o'tdik. Bu davriy jihatdan O'zbekistonning eng qadimiy davridan to Arab xalifaligi qo'shinlarining Markaziy Osiyoni egallagancha bo'lgan davrni qamrab olgan. Mavzu doirasida biz O'zbekiston tarix faniga kirish masalalarini gaplashdik. Bu masalalar bo'yicha O'zbekiston tarix fanining ahamiyati haqida suhbatlashdik. Undan keyin O'zbekiston tarix fanining manba va asoslari bo'yicha suhbatlashdik. Bunda O'zbekiston tarixi fanini yoritadigan manbalar va arxeologik materiallar, yozma manbalar, numizmatik materiallar haqida o'z fikrlarimizni bildirdik. Shundan so'ng biz O'zbekiston tarixining eng qadimiy davri bo'lgan tosh, paleolit davri haqida mavzularimizni o'tdik. Bu mavzularda biz paleolit davri, undan keyin keladigan mezolit davri, metallning, ya'ni polimetalning paydo bo'lishi va mis tosh davri haqida suhbatlashdik. Undan keyin bronza davri haqida va ilk temir davri bosqichiga o'tib, bu davrda davlatchilik shakllanishi bosqichlari xususida mulohazalar yuritdik. Shu bilan birga Avesta kitobining tarixiy ahamiyati, uning mintaqani tarixini o'rganishdagi o'ziga xos jihatlarini sizlar bilan birga muhokama qildik va Avesta kitobi orqali esa Zoroastriy dinining hozirgi ma'naviy hayotimizga ta'sir masalalari bo'yicha ham qisqacha suhbat o'tkazdik. Keyingi mavzumiz O'zbekiston tarixida O'zbekiston tarixida O'zbekiston hududida mavjud bo'lgan qadimiy davlat uyushmalari haqida bo'ldi. Bunda biz Baxteriya, So'g'd, Xorazm haqida suhbatlashdik. Yurtimizga kirib kelgan bosqinchi davlatlar, ularning bu hududda olib borgan siyosati, bu hududga iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy ta'sir masalalari bo'yicha gaplashdik. Xususan Ahmoniylarning miloddan avvalgi 6-4 asrlarda yuritgan siyosati. Undan so'ng Makedoniyalik Aleksandrning Baxteriya va So'g'dda olib borgan siyosati, u davrlardagi shaharsozlik madaniyati, davlatchilik an'analari, mazkur Ahmoniylar va Yunon Makedon davlatchiligining bizning hududimizda shakllanayotgan davlatlarga ta'sir masalalarini gaplashib o'tdik. Ayni paytda ham Ahmoniylarga ham Yunon Makedonlarga qarshi olib borilgan kurashlar, To'mani, Shiroq haqida suhbatlashdik. Va undan keyin shakllangan Salafkiylar davlati, ya'ni Yunon Makedon davlatchiligi davomida turgan Salafkiylar davlati. Bu davrda mintaqamizda ro'y bergan siyosiy ijtimoiy o'zgarishlar, Yunon Baxtar davlatining mintaqadagi ahamiyati, uning bu davrda rivojlanish, ilm madaniyatining o'ziga xos jihatlarini suhbatlashdik. Shundan so'ng esa Qam va Xorazm davlatlari haqida suhbatlashdik. Qam davlatining o'sha shimoliy hududlarimiz, dasht hududlarimizda shakllangan qabilalar konfederatsiyasi ekanligi haqida to'xtalib o'tdik. Xorazm davlatining Qam davlat tarkibida bo'lganligi, undan keyin esa keyinchalik 4-asrga kelib Xorazm davlati mustaqil davlat sifatida paydo bo'lganligi masalalarini gaplashdik. Ayni paytda mintaqamizning yana bir tarixiy madaniy viloyati bo'lgan Farg'ona vodiysi va bu yerda shakllangan davlatchilik an'analarini Xitoy manbalari asosida o'rganib, Dovon davlati haqidagi mulohazalarimizni o'rtaga tashladik. Undan so'ng esa yurtimizni sharqiy chegarasidan markaziy chegarasiga kirib kelgan yujeylar, ya'ni kushonlar sulolasi haqida suhbatlashdik. Yujeylarning kushonlar davlati tuzilishi, bu davlatning tarixiy ahamiyati, bu davlatning o'sha mintaqada tutgan o'rni, yirik imperiya darajasiga erishish masalalarini ham sizlar bilan birga suhbatlarda gaplashib oldik. Kushonlar davlatidan keyin ilk o'rta asrlar bosqichiga kirish jarayoni ro'y beradi. Kushon va Qam davlatlari tanazuga uchragandan keyin mintaqamizda yangi ijtimoiy munosabatlar, siyosiy munosabatlar hamda iqtisodiy munosabatlar yo'lga qo'yiladi. Ya'ni ilk o'rta asrlar bosqichi bu yangi davrni boshladi. Bu davrda yana shu ko'chmanchi asosli qabilalarning Markaziy Osiyo bo'ylab
harakatlanishi, bu yerlarda o'z davlatlarini qurishi, Xiyoniylar, Kiylariylar, Eftaylar davlati haqida gaplashdik. So'ngra esa Durxoqonligining mintaqadagi tutgan o'rni, Durxoqonligining jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasi, bu xoqonlikda amalga oshirilgan siyosiy islohotlar, iqtisod sohasida olib borilgan o'zgarishlar, ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar haqida suhbatlashdik. Undan keyin bu turk xalqligining tanazzuli masalasi, g'arbiy va sharqiy turk xalqligi bo'linishi masalasi, Xitoy bilan munosabatlari, so'ngra esa arab xalifaligi qo'shinlarining mintaqamizga kirib kelish masalalari bo'yicha ham suhbatlar o'tkazdik. Arab xalifaligi qo'shinlarining Turon zaminiga kirib kelishi, bu bir tomondan arab xalifaligi bu yerda o'zining tartibotlarini o'rgatgan bo'lsa, islom dinini joriy qilgan bo'lsa, albatta bu joriy qilish jarayonining salbiy jihatlarini ko'rib chiqdik. Ayni paytda islom dinining qaror topishi va bu yerda ilm fanning rivojlanishiga turtki bo'lganligi masalalarini ham xolis yoritib o'tishga harakat qildik. Endi islom dini shu bilan birga arab xalifaligi davrida mintaqamizdagi turli g'alayonlar, isyonlar va bu kurashlar haqida, Muqanna qo'zg'oloni haqida ham fikrlar bildirib o'tdik. Oxirida esa o'sha karvon yo'llarining mintaqamiz iqtisodi, siyosatiga ta'siri, ularning rivojlanishiga bo'lgan qo'shgan hissalar masalalari haqida ham biz suhbatlar uyushtirdik. Va mana shu mazkur suhbatlar doirasida biz sizlarga mana shu o'tgan mavzularimiz doirasida test savollarni tayyorlaganmiz va test savollar orqali sizlar bilan bog'lanamiz va test savollariga o'z javobinglarni berasizlar. Mana bu yerda esa test savollar namunani bir ko'rsatib qo'yganmiz. O'ylaymanki, sizlar test savollariga bemalol qiynalmasdan javob bera olasizlar degan niyatdamiz. Savollar bo'lsa kutib qolamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar.